qani? Mana olib keldim. Ana, oling. Ozgina vaqt qoldi. Nima bu? Ovqat. Saharlikka boshqa ovqat yo'qmidi? Yo'g'i yomon adasi, olib yesangiz-chi. Bu ham ovqat-ku. Aytganchi, buni nomi piyoz kabob. Oling adasi. Men choy iching. Piyoz kabob. Shahlo. Hov. Shunaqa hayotga chidaysanmi? Yo'q. Sabr qilaman. Sabr qilish bilan chidashning nima farqi bor ekan? Farqi bor. Odam yoqtirmagan insonlariga chidaydi. Aman sabr qilaman. Chunki yaxshi ko'rgan insonim bilanman.